Osiyo Futbol Konfederatsiyasi ijro qo'mitasining navbatdagi yig'ilishida qit'a futboliga oid bir qator muhim qarorlar tasdiqlandi. Unga ko'ra 2027-yilgi U17 Osiyo Kubogi O'zbekistonda bo'lib o'tishi belgilandi. Shuningdek, 2029-yilgi U17 Osiyo Kubogi Saudiya Arabistonida o'tkazilishi ma'lum qilindi. 2027-yil yurtimiz mezbonlik qiladigan U17 Osiyo Kubogi 12-29 may kunlari bo'lib o'tishi reja qilingan. Hozircha mezbon shaharlar haqida ma'lumotlar yo'q. Yig'ilishda yana bir muhim masala 2028-yilgi U23 Osiyo Kubogi mezboni aniqlandi. Los Angeles 2028 yozgi Olimpiya o'yinlariga Osiyo saralash vazifasini bajaradigan ushbu musobaqaga Yaponiya mezbonlik qiladi. Bundan tashqari Afrika ijro qo'mitasi qit'a klublar musobaqalari va yoshlar turnirlari reglamentlariga oid qator o'zgarishlarni ham tasdiqladi. Xususan 2026-2027-yilgi mavsumdan boshlab Osiyo Futbol Konfederatsiyasi Elit Chempionlar Ligasi musobaqasi yangi 32 jamoalik format asosida o'tkaziladi. Bunga qadar turnirda 24 ta klub ishtirok etib kelayotgandi. Joriy mavsumda ushbu musobaqada O'zbekiston chempion sifatida Neftchi ishtirok etadi. Paxtakor o'tish bahslarida g'alaba qozonsa, yo'llanmaga ega bo'ladi. Buning uchun sherlar Iordaniyaning Al-Husayn klubini mag'lub qilish kerak bo'ladi. Paxtakor va Al-Husayn o'rtasidagi uchrashuv 11-avgust kuni Toshkentda bo'lib o'tishi belgilangan. Shuningdek, Afrika ijro qo'mitasi qaroriga ko'ra U20 Osiyo Kubogi saralash tizimiga ham qator yangiliklar kiritildi. UEFA 2026-yil iyun oyi holatiga ko'ra yangilangan klublar reytingini e'lon qildi. Ro'yxatda Germaniyaning Bavariya klubi 121.500 ochko bilan birinchi o'ringa ko'tarilib, Yevropaning eng yuqori reytingli jamoasiga aylandi. Keyingi pog'onadan Angliyaning Arsenal klubi joy oldi. To'pchilar so'nggi mavsumdagi barqaror o'yinlari evaziga 119.000 ochko jamg'arib, ikkinchi o'rinni egallagan bo'lsa, kuchli beshlikka yakun yasadi. 6-o'rinda 98.500 ochko bilan Manchester City qayd etilgan. Britaniya matbuotining tarqatayotgan xabarlariga ko'ra, FIFA o'zining asosiy aktivlari, erkaklar va ayollar o'rtasidagi jahon chempionatlari, shuningdek klublar o'rtasidagi jahon chempionatini boshqarish uchun kampaniya tashkil etishni rejalashtirmoqda. Ma'lumotlarda aytilishicha, FIFA yangi loyiha bo'yicha AQSh hukumatiga yaqin odamlar bilan maslahatlashgan. FIFAdagilar yangi tashkil etiladigan investitsion guruhga Joshua Kushner asos solgan kompaniya yetakchilik qilishi ko'zda tutilayotganini tasdiqlashdi. Kushnerning esa AQSh prezidenti Donald Trampga qarindoshligi bor. Rejaga ko'ra, FIFAning har bir a'zosi taxminan $20 million ulushga ega bo'ladi. Assotsiatsiyalar o'z ulushlarini saqlab qolishlari yoki darhol qo'shimcha daromad olish uchun uni sotishlari mumkin bo'ladi. Ayrim manbalar hatto loyihani qo'llab-quvvatlagan har bir federatsiyaning ulushi 40 milliongacha yetishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Loyiha amalga oshsa, u holda keyingi yilning 1-yanvaridan boshlab $10 milliard sarmoyadan foydalanish imkoni yuzaga keladi. FIFA rahbari federatsiyalarga qaror qabul qilish uchun 53 kun muddat berdi. Demak, sentyabr oyining o'rtalarida barcha javobini aytish zarur. Tashqi investorlar bilan kelishuvga qarshi bo'lganlar esa Infantinoning moliyalashtirishni ko'paytirish taklifini sof poraxo'rlik deb atashdi. Jumladan, UEFA jahon chempionatini bo'laklab sotishga qat'iyan qarshi. Bu futbol boshqaruv organlari hech qachon kesib o'tmasligi kerak bo'lgan chegarani kesib o'tadi. UEFA bunga juda jiddiy yondashadi. Barcha manfaatdor tomonlar, milliy futbol assotsiatsiyalari, ligalar, klublar, o'yinchilar, muxlislar, hukumatlar va futbol kelajagi haqida qayg'uradigan har bir kishi shunday qilishlari kerak. Futbolning ruhi va boshqaruvi savdo qilinadigan aktiv emas. Ayniqsa, kim moliyaviy jihatdan foyda ko'rishi haqida to'liq shaffoflik bo'lmagan holatda. Hech birimiz futbolga egalik qilmaymiz. FIFAning esa uni sotishga haqqi yo'q deyiladi Yevropa futbol ittifoqining munosabatida. E'tiborli tomoni, jahon chempionati startidan oldin bu mavzu muhokama qilinmagan. Hozir esa Yevropa vakillari hatto jahon chempionatini boykot qilishgacha borishlari mumkinligi taxmin qilinmoqda. FIFA yangi loyiha borasida yevropaliklardan, xususan UEFAdan keskin qarshilikka duch keldi. Bu borada hatto UEFA joriy haftada shoshilinch yig'ilish o'tkazishni rejalashtirmoqda.